o'g'lim hozir endi baribir har bir ota-ona farzandini kelajagini o'ylar ekanda. Mani o'qishim, o'sha o'qishda qolishim uchun, kelajagim uchun bitta yolg'on ishlatgandilar, esimda. Agar hozir seni Gilerdan olib ketsam, mani davlat qamaydi. Chunki sababi davlat senga shuncha sharoitlar qilib berdi. Shuning uchun o'qishing kerak ekan dedilar. Uyimni to'ra dadim, qalbimni qo'ri dadim, dada.